Uyghur Kişilik Hüquq Təşkilatları Amerika Hökumət Cavabkarlıq İşxanasının Kişilik Hüquq Organlar Amerikadakı dövlət halqıgan zulmni hal qilishga muhtaç namlıq dokulatını qarşı alıdığanlığını və bunun Uyğurlar üçün tezdən icra qılınışını ümid qılıdığanlığını bildirdi. Bu dokulat dövlət halqıgan bastırışının dövlət bexəterligiga ep keladigan ağır təhdidi və çet el hökumətlərdən qılmışları üçün cavabkarlıqni surishtirishning zarurligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lganidek, Xitoy kommunist hokimiyati tahdid selish, torda nazorat qilish, hakkerlik o'rinishi va ommaviy taratqularda o'chmanlik so'zlarini tarqitish qatorliq turli vositalar orqali diasporadagi Uyg'urlarga besim qilishga urinib kelmoqda. Buningdan boshqa vatandagi oila a'zolari va urug' tuqqanlarni tutqun qilish orqali ularni zulmga sukut qilishga majburlamoqda. Uyg'ur harakati bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida hukumat javobgarlik ishxonasi e'lon qilgan dokladga rahmat etdi. Bayonotda mundaq deyildi: Amerikaning dövlət halqıgan besimga qarşı dərhal tədbir qo'llanishi intayin muhim. Amerikani asos qilgan o'qituvchilarning chet el hukumatlarning parakandichiligiga va ziyonkashligiga uchrashiga yo'l qo'yg'ili bo'lmaydi. Bu organning doklad federatsiya organlari va parlamentning bu ig'ir tahdidga taqobil turish uchun muhim yo'l xaritasi bilan ta'minlaydi. Xitoy kommunist rejimining Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 74 yilligi munosabati bilan dunyoning har qaysi joylarida har xil namoyish va faoliyatlar kuchaygan bir paytda arab dunyosidagi axborot vositalarida Sharq Turkiston masalasi qayta kun tartibga keldi. Belgilanishicha, arab dunyosidagi eng dangli kanallardan biri bo'lgan Al Jazeera kanalida, shundaqla Rafidan va Vatan kanallari Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlarni tonishtirish maqsad qilingan erkak qirg'inchilikni tonishtiraman temasida Istanbulda o'tkazilgan surat ko'rgazmasi, leksiya va madaniyat faoliyatlarini ko'rurmanlarga naq maydondan tarqatdi. Xitoyning eng chong elektronlik savdo shirkati Alibabaning Yevropadagi bosh shtabi josuslik gumoni bilan tekshirildi. Belgiya Davlat bexatarlik idorasining bildirishicha, ular Leje shahridagi yuk markazining ashyo obrat bo'limida Alibaba qatorli Xitoy shirkatlarining davlat bexatarligiga aloqador josuslik va singib kirish harakatlarini tekshirib etibdi. Tekshirish jarayonida Alibabaning Belgiya bexatarlik qonuniga xiloflik qilib, axborot uchurlarini Xitoyga setayotganligi to'g'risida uchurga erishganligi ko'rsatildi. Dünya Bankisi Xitoyning kelar yillik eshish mo'ljarini to'vallatib, 1960-yildan buyangi eng to'van saviyaga tushib qoladiganligini ogohlantirdi. Dünya Bankisi e'lon qilingan 10-oylik dokladida Xitoyning 2024-yildagi mo'ljarini ilgirki 4.8% dan 4.4% ga to'vallatgan. Bu organ buningga uzun muddatli qurilma omili, dunyodagi ikkinchi chong iqtisodiy gavdadagi qarz saviyasining yuqori bo'lishi va o'ymilik kasbidagi ojizlikni sabab qilib ko'rsatgan. Shimoliy Afrikadagi muhim davlatlardan biri bo'lgan Tunis, Xitoylarning bu davlatga kirishi va chiqishiga qulaylik yaratish uchun vizasiz kirish-chiqish siyosatini yo'lga qo'ydi. Xitoyning Tunisda turishliq bosh elchixonasi 10-oyning 7-kunidagi bayonotida Tunis hukumatining bu davlatga kelgan Xitoylar uchun vizasiz kirish-chiqish siyosatini yo'lga qo'yishni qaror qilganligini e'lon qildi. Hamasning qurolli qanoti Izziddin Al-Qasim brigadasi 7-oktyabr qamal qilingan G'azza rayonidan Isroilga qarshi qo'zg'agan hujumidan keyin Isroilmi G'azzani bombardimon qilishga boshladi. Turkiya va bir qism davlatlar har ikki tarafni o'zini tutib olishga chaqirdi. G'arb davlatlari bo'lsa Isroilni qo'llaydigan bayonot e'lon qildi. Amerika davlat mudofaa ministri Ostin Gerald Ford nomli aviamatga zarba berish gruppasining Sharq O'rta dengizga qarab yo'lga chiqadiganligini e'lon qildi.